Tog'amni Ergashev degan og'ayingiz oti nima? Ergashev Bahodir. Bahodir aka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 tani keyingi safar urib qolaman. Tog'am barmoqlari og'rimasin deb 20 ta urdim. O'rtoqlari gaplari bor. Bahodir akamga so'zlaringizni bir gapiring. O'rta Ergashev Bahodir. Kelavering mana. Jurriddin Salohiddin bilan birgaman. Yaxshi bo'lib ketasiz. Osilishdan muammo yo'qmi? Osilishda muammo yo'q, zo'r. Og'rish ham bo'lmaydi ekan barmoqda. Mana vahima ekan, shuning uchun kelavering do'stlar. Ergashev Bahodir akam, mana tog'am keldilar, osildilar. Sizga Toshkentdan salom yo'llab turibdilar. Jonlari sog' bo'lsin. Keling, videoda ko'rasiz. Keyin safar birga olib kelaman-ni. Inshaalloh, keyin safar birga kelasiz. Keyin chaqiraman kelasiz bo'lmasa agar. Keyin kursda mana tog'am yana keladilar 5 kundan keyin. O'shanda tog'a endi aniq olib kelmasangiz bo'lmaydi. O'sha xalq bildi. Videoga chiqadi. Inshaalloh. Keyin safar Bahodir aka bilan birga chiqasiz videoga, xudo xohlasa. Bahodir, qarang mana, bemalolda, do'stim, ko'ring mana. Cho'tka, xudo xohlasa. Ha? Tog'am tayyorlar, o'zi UFC dan jang bersanglar ham chiqib qoladi. Joni sog' bo'lsin, rahmat. Shifosini bersang, kirib yotib olaverasiz.